alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Nimagadir hamma o'ylaydi, shu armiya saflarida faqat o'g'il bolalar xizmat qilishadi. Lekin biz hozir shu narsani guvohi bo'ldikki, qizim ismingiz kim? Shahnoza qizim, siz zo'r komandirsiz. Rahmat sizga qizim, rahmat. Va yulduzcha beryapmiz komandirni o'ziga alohida. Gap bo'lishi mumkin emas. Kim biladi, balkim kelajakda harbiylik bo'lishda yo'lini tanlaysiz bolam. Sizda mana shu narsa bor. Ota-onangiz agar ruxsat bersalar, albatta harbiy bo'ling. Sizdan zo'r komandir chiqar ekan. Rahmat. Va hozir rahmat. Rahmat qizim. Hammaga rahmat. Rahmat.